Assalamu alaikum Uyghur qarindoshlar, akalar, hadilar, inilar. Hammalarning ömrünlarning uzun bo'lishini tilayman. Biz shu bir yilning yo'q desam azib qoladi. 2017 dan boshlab aloqa qilmagan bolalarımızning ta'dida hamma yerga kurashdik. Har qanday bir inson boshliq bo'lamdi yoki bir puhra bo'lamdi, shularningki destaklarini olib hozirgi bolalarimizningki nadiligini öldümü, hayatmı şuna xabarini elish uchun biz uyda emas, sirtda yuribmiz. Bizma ayol kishi sirtda yuribmiz balamiz uchun. Sizlar mush ishni bizningki chiqargan yig'ilgan o'zimizningki qilgan videolarimizni o'zimiz ko'rib, o'zimiz uyda yig'lab o'tiryapmiz. Buningga bir ta'sirlik, bir xilmanda boshqalarningki qalbini chekalaydigan, yuragini bir azoblandira oladigan mashina bir xil shaklda video qilib bir chiqarib ishlab shuni bir taqib berishga hech qanday bir Uyg'ur chiqmadi hozirgi kelgacha. Biz Anqaraga shu safar piyoda mengib kelamiz deb davomlashtirdik. Shu vaqtda biz hozir 10 kun, 13 kun bo'libdi. Shuning yoq bir tal videoni bir Uyg'ur ta'sirliroq qilib bir xil odamningki ichini ağırlıqdakmada montaj qilib hech qanday bir Uyg'ur chiqarmadinglar. Uyg'urlardan men haqiqatan xafa bo'ldim, ko'nglim ranjidi. Sizlar bir Uyg'ur turib, o'zimizning qarindoshi bir millat turib bizga yordam qilib bir videoni bir ishlab taqatmadinglar, boshqa millatga so'z ochqilib bo'lmaydi. Sizlar nima ish qilyapsizlar? Biz o'zimiz yig'lab, o'zimizning dardiga o'zimizning yurak og'rib o'tiryapmiz uyning ichida. Bir Uyg'ur meni men yordam qilib qipiray degan bir inson chiqmadi hozir kelch. Unda qilmanglar qarindoshlar. Biz balalarımız üçün yığılavatımız, erler sizlerinin kulağlardan kilidi. Ayollar qo'ldan kelganini biz anavag'ich qilvatimiz. Yo'llarda qijnalsaqmi mengvatimiz, yang'o'larda qilvatimiz. Yani balalarımız üçün o'zimizningki bir kishilik kasbimizni qo'shaylik. Balalarımizga ega chiqaylik deb bu yo'lda mangdiq. Sizlar uchun nima ish qilyapsizlar? Kechsi bir soat vaqtinglarni qo'ysanglar bu ishni qilib chiqarishni qilg'ida iqtidoringlar bor. Ammo jur'at qilmadinglar ash ishqa. Mening bek achchig'im keldi Uyg'urlarga. Biz hozir Anqarada bir tal videolarimizni bir Uyg'urning montaj qilib chiqarganini hech qanday bir nimadan ko'rmadik. Ya Facebookda bo'lsin, ya boshqa YouTube'da bo'lsin, hech qanday bir Uyg'ur qo'lidan chiqarib ma videoni taqtay degan xiyolni qilmayotamdi. Ya xo'sh yoqmayotamdi. Ya bizning yig'illarimiz, bizning og'udat faryodlarimiz sizlarning yurganlarga tegmayotamdi. Ya hammanglarning bolalari, oilanglar yananglar bormi ya? Unda mekin desam, ba'zi erlarning bolalari ayollardan tatib hech nimasi yo'q. Bazılarının ayol balları mı var? Bazılarınınki balları var, ayolları yok. Muşunda erlerimiz yok, muşunda qarindoshlarimiz qilajaq var. Kulağlardan kelib turib kelgan ishlarni qilishga yordam qilishga ko'nglingizni tortmatamdi. Sizlar nima ish qilyapsizlar? Nerede qoldinglar sizlar? Nimada bizning dard-faryodlarimizni boshqalarga yetkazmaysizlar? Boshqa tillarda bo'lsin, yaponcha tillarda bo'lsin, İngiliz tilida bo'lsin, Uyg'ur tilida bo'lsin, Türk tilida bo'lsin, mushni montaj qilib taqtinglar. Sizlardan eng kichikgina bir arzu, kichikgina bir talabimiz shu. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur qarindoshlarim, qanday ahvolingiz yaxshimi? Alloh salomat qilsin. Qarindoshlar, unda qilmangizlar. Biz qon yig'layapmiz, uylarimizdan arilib musofirning musofiri bo'lib Yayak muşu Ankara'ya keldik derdlerimizni anlatmak için. Özümüzün derdini özümüz anlavatımız. Özümüz yığsın, özümüz yığlavatımız. Qarab baksak videolarımızı ya paylaşmaysızlar. Ya bir montaj qilmaysizlar, ya bir yetim balalarni yığlavatganlarni bir kirishtirib, bir ta'sirliroq qilib bir qaniki bir diqqatni tortadigan bir ta'sir qilib bir musiqani kirishtirib bir qilsangizlar, bir qo'shiq olsak mamda qarindoshlar. Sizler bizim kan qarindoshimiz turib, bir millat turib, sizler bundan yardım qilmasangizlar, bilak odamlarda yardım qanday yardım qildi bilak odam bizga. Shunchalik bir üzüldük sizlarga, sizinchalik üzüldük biz bu qarindoshlarimizdan. Uyg'ur qarindoshimiz yardım qilamiz, bilak odamlar bizga yardım qilamdi qarindoshlar. Unda qilmangizlar. Biz musafir shunchalik bichar bo'lib, qon yig'lab shu uyimizdan o'tiramay, ko'chalarda yuribdimiz, shunchalik bichar ketdik qarindoshlar. Bize ko'ngil bil qo'yingizlar, bizni sizdan qarindoshingizlar. Onangizlarning o'rnidik onalar. Bizga ko'ngil bil qo'yingizlar qarindoshlar. O'tam qolni sizlardan. Xo'sh qolni. Mushu montajlikda o'qigan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Amerikada bo'lsin, Angliyada bo'lsin, Fransiyada bo'lsin, nurg'un o'quvchi qarindoshlarimiz bor. Sizlarga biz necha qatim nido qildik. Bir sanglar chiqib, mana bir qatim bir videolarimizni bir kirishtirib
birisinin bir jürgün çekerligidek, bir içini bir eritkidek bir videonu çıkarıp vermediler. Nurgun okuyucularımız var bu şekilde okuyan. Muş texnikini biladigan, xuludan keladigan nurgun o'quvchilarimiz va unda qilmanglar o'tinib qalay. Biz uchun emas, biz ulaşamagan, xavrini olamagan, o'ldimi, hayotmi bilmagan shu bolalarimiz uchun azroq bir tema qonunni bidirtib qo'yinglar. Unda qilmanglar qarindoshlar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mush qarindoshlarimiz degandek bu nidolarimizni anglab qo'yinglar. Qulog'ingdan qanchalik kelsa shunchalik bizlarga yordam qilib qo'yinglar. Videolarimizni yaxshi bir shaklda ratlab chiqib, shuni keng qarindoshlarning taqtirganga tegishli yerga hammaga taqtishga bir yordam qilinglar qarindoshlar. Shu kichkina narsa debanlarimiz kunlarning birida chiqib qolib, yaxshi bir ummatga to'kib qo'shilgan bir farzandlardan bo'lib qolsa, shu farzandlar uchun kichkina has qo'shgan bo'lib qolasizlar, ummat uchun kichkina has qo'shgan bo'lib qolasizlar qarindoshlar. Sizlardan o'tinib qoldik, kichkina bir talbimiz bu. Alloh rozi bo'lsin qarindoshlarim. Qulog'ingdan zarrachilik keldiganlar imkoniyat bo'lib qolsa, hargiz aymasanglar qarindoshlar. Sizlarni hamma anlar shunday talmirib kutyapmiz. Bizning yig'inlarimizga, ahvozlarimizga quloq solib qo'yinglar qarindoshlar. Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zimiz yordam qilmasak, o'zimizdan keldigan imkoniyatimizdan o'zimiz yordamimizni ayırsak qanday bo'ldi qarindoshlar? Sizlardan umid kutib o'tiryapmiz. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan qarindoshlarim.